Şablon testler 95. Bilet. Birinchi savol. Haydovchi o'zidan oldinda harakatlanayotgan transport vositasi bilan qancha oraliq masofa saqlab harakatlanishi kerak? Yo'l harakati qoidalari 73-bandi bo'yicha haydovchi o'zidan oldinda harakatlanayotgan transport vositasi keskin tormoz berganida to'qnashib ketmaslik kafolatini beradigan darajadagi oraliq masofani, shuningdek yo'l harakati xavfsizligini ta'minlaydigan yollanma oraliq masofani saqlash kerak. Savol. Haydovchi o'zidan oldinda harakatlanayotgan transport vositasi bilan qancha oraliq masofa saqlab harakatlanishi kerak? To'g'ri javob 3. Haydovchi o'zidan oldinda harakatlanayotgan transport vositasi keskin tormoz berganida to'qnashib ketmaslik kafolatini beradigan darajadagi oraliq masofani saqlash kerak. Ikkinchi savol. Ushbu yo'l belgisi nimani bildiradi? Ogohlantiruvchi belgilarning 1-3 belgisi. Diqqat! Temir yo'l kesishmasini to'suvchi qurilma. Temir yo'l kesishmasi oldida to'suvchi qurilma borligini bildiradi va haydovchini qurilma borligi to'g'risida ogohlantiradi. Savol. Ushbu yo'l belgisi nimani bildiradi? Javob 2. Temir yo'l kesishmasi oldida to'suvchi qurilma borligini bildiradi. 3. Savol. Piyodalar to'xtab turgan avtobus va trolleybusning qaysi tomonidan yo'lni kesib o'tishlari kerak? Yo'l harakati qoidalarining 19-bandi bo'yicha piyodalar to'xtab turgan avtobus va trolleybusning orqa tomonidan, tramvayning esa oldi tomonidan yo'lni kesib o'tishlari shart. Savol. Piyodalar to'xtab turgan avtobus va trolleybusning qaysi tomonidan yo'lni kesib o'tishlari kerak? Javob 2. Orqa tomonidan. 4. Savol. Qaysi transport vositasiga harakatlanish taqiqlangan? Tartibga soluvchining o'ng qo'l oldinga uzatilgan holatdagi ishorasida chap yelka tarafdan harakatlanayotgan relsiz transport vositalari uchun istalgan tarafga harakat qilishga ruxsat beriladi. Tartibga soluvchining o'ng qo'l oldinga uzatilgan holatdagi ishorasida tartibga soluvchining orqa tomonidan, ya'ni yuk avtomobili tomonidan harakat qilish taqiqlanadi. Savol. Qaysi transport vositasiga harakatlanish taqiqlangan? Javob 3. Yuk avtomobiliga harakat qilish taqiqlanadi. 5. Savol. Yengil avtomobil burilishda ag'darilib ketishga qarshi turg'unroq. YouTube tomoshabinlarimiz tomonidan berilayotgan eng ko'p savollardan biri bu avtomobilning turligi haqida bo'lyapti. Shuning uchun shu joyda turg'unlik so'ziga ta'rif berib o'tamiz. Avtomobilning turg'unligi deb avtomobilning haydovchi ishtirokisiz berilgan yo'nalishda ag'darilmasdan, sirpanmasdan, shataksiramasdan va yon tomonga surilmasdan harakatlanishiga uning turg'unligi deb ataladi. Avtomobilning ag'darilishi va sirpanish yo'nalishiga qarab ko'ndalang va bo'ylama turg'unlik bo'ladi. Avtomobil og'irlik markazi qancha pastda bo'lsa, undagi yuklar to'g'ri, simmetrik joylashsa, u shuncha turg'unroq bo'ladi. Yuksiz yo'lovchisiz avtomobil yo'lovchisi bor va yuki bor avtomobilga nisbatan turg'unroqdir. Savol. Yengil avtomobil burilishda ag'darilib ketishga qarshi turg'unroq. Javob 1. Yo'lovchisiz va yuksiz yengil avtomobil burilishda ag'darilib ketishga turg'unroq.
Oltinchi savol. Chorrahadan oxirgi bo'lib qaysi transport vositasi kesib o'tadi? Rasmga e'tibor bering. Asosiy yo'l ikkinchi darajali yo'l bilan kesishgan chorraha. Asosiy yo'lda yashil va qizil avtomobil turibdi. Yashil avtomobil to'g'riga, qizil avtomobil esa chapga burilmoqchi. Asosiy yo'ldagi chapga burilayotgan qizil avtomobil haydovchisi ro'paradan kelayotgan to'g'riga harakatlanuvchi yashil avtomobilga yo'l berishi kerak. Chorrahadan birinchi bo'lib asosiy yo'ldagi yashil avtomobil kesib o'tadi. So'ngra ikkinchi bo'lib qizil avtomobil chorrahadan chapga buriladi. Ikkinchi darajali yo'lda sariq va oq avtomobil turibdi. Har ikki avtomobil ham chapga burilmoqchi. Qoida bo'yicha chorrahada harakatlanish paytida imtiyozi teng bo'lgan transport vositalari harakat trayektoriyasi kesishmasa, ular chorrahadan bir vaqtda harakatlanishga ruxsat etiladi. Ko'rsatilgan vaziyatda chorrahadan oxirgi bo'lib oq va sariq avtomobil bir vaqtda kesib o'tadi. Savol. Chorrahadan oxirgi bo'lib qaysi transport vositasi kesib o'tadi? Javob ikkinchi. Oq avtomobil sariq bilan bir vaqtda. Yettinchi savol. Chap tomondagi yondosh hududdan foydalanib qayrilib olishning ko'rsatilgan qaysi usuli harakat xavfsizligini ta'minlaydi? Yo'l harakat qoidalarining 59-bandi bo'yicha chorrahadan tashqaridagi qatnov qismining kengligi chetki chap holatdan qayrilib olish uchun yetarli bo'lmasa, ushbu manyovrni qatnov qismining o'ng chetidan, yo'lning o'ng yoqasidan amalga oshirish mumkin. Bu holda haydovchi bir xil yo'nalishdagi va qarama-qarshi yo'nalishdagi transport vositalariga yo'l berishi shart. Eng maqbul va xavfsiz qayrilib olish o'ng tomondagi suratda ko'rsatilgan. Bunday vaziyatda ko'rish maydoni keng va kam harakat talab etadi. 8-savol. 108 km/soat tezlikda harakatlanayotgan transport vositasi 1 sekundda qancha masofani bosib o'tadi? To'g'ri javob 3. 108 km/soat tezlikda harakatlanayotgan transport vositasi 1 sekundda 30 metr masofani bosib o'tadi. 9-savol. Shatakka olingan avtobusda odam tashishga ruxsat beriladimi? Yo'l harakat qoidalarining 143-bandi bo'yicha qattiq yoki egiluvchan ulagich yordamida shatakka olingan avtobusda, trolleybusda va yuk avtomobillari yukxonasida odam tashish taqiqlanadi. Savol. Shatakka olingan avtobusda odam tashishga ruxsat beriladimi? Javob 2. Taqiqlanadi. 10-savol. Qaysi javobda orqaga harakatlanish taqiqlangan joylar ko'rsatilgan? Yo'l harakat qoidalarining 63-bandi bo'yicha transport vositasini orqaga harakatlantirishda haydovchi yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashi va boshqa yo'l harakati qatnashchilariga xalaqit bermasligi shart. Zarurat tug'ilganda haydovchi boshqa shaxslarning yordamidan foydalanishi kerak. Savol. Qaysi javobda orqaga harakatlanish taqiqlangan joylar ko'rsatilgan? 1. Piyodalarning o'tish joylarida, 2. Tunnellarda, 3. chorrahalarda. To'g'ri javob 4. Barcha javoblar to'g'ri.